Assalomu alaykum hamyurtlar. Men hozir sizlarga bel umurtqasi pog'onasini churralarini turlarini aytib o'tmoqchiman. Bel umurtqasi pog'onasining churrasidan 3 xilni aytmoqchiman. Birinchisi shumorlia grijasi. Shumorlia grijasi nima bu? Shumorlia grijasi bunda mana ikkita umurtqani orasidagi diskni orqa miya kanaliga o'sib kirish emas, balki yuqoridagi yoki pastdagi umurtqa pog'onasining orasiga o'sib kiruvchi grijalar hisoblanadi. Buni tasodifan bel sohasini MRT qildirganda aniqlab qolishi mumkin. Ba'zan shumorlia grijasi hajmi katta bo'ladigan bo'lsa yoki ko'p sonli bo'lsa, bunda bel sohasida toliqqan simillovchi og'riq beradi. Oyoqlarga uzatilmaydi va ko'p tikka turganda ham bel sohasida og'riq kuzatilishi mumkin. Shumorlia grijasini yana odam yoshi o'tavergandan keyin, odam qariyotganda osteoporoz kuzatilsa suyaklarida, bunda patologik umurtqa pog'onasi sinishining ehtimoli yuqori bo'ladi. Ikkinchi bel umurtqasini churralaridan biri bu orqa miyani qon bilan ta'minlovchi arteriyalarga bog'liq bo'ladi. 85% umurtqa arteriyasining Adamkevich bilan orqa miyasi qon bilan ta'minlanadi. 15% gacha qo'shimcha Dipraja-Gaptena degan arteriya 4-5 bel umurtqasi yoki 5-bel umurtqasi 1-dumg'aza umurtqasi orasidan teshikdan kirib, orqa miyani pastki sohalarini qon bilan ta'minlaydi. Agar shu Dipraja-Gaptena arteriyasi kirayotgan teshikdan bel churrasi bo'ladigan bo'lsa, kichkina razmerda ham 2 mm, 3 mm, balki 4 mmdir. Shu kirayotgan arteriyani bosib qo'yadigan bo'lsa, orqa miyani pastki sohalaridagi konskiy xvost deydi, pastki sohalarni qon bilan ta'minlanishi buziladi. Qon yetishmovchiligi, qonsizlanish kuzatiladi, ishemizatsiya bo'ladi. Shuning hisobi oyoqlarni harakatlantirish qiyinlashadi. Ya'ni bu yerda birinchi o'rinda oyoqlarni uyushi turadi. Og'riqqa nisbatan birinchi o'rinda oyoqni harakatlanishini pasayishi, falajlanish boshlanadi. Oyoqni to'liq oldingidek harakat qildira olmaydi. Oyog'ingizni uchida yuring deyishimiz mumkin yoki tovonda yuring deganda yura olmasligi mumkin. Yoki oyog'ini ko'tarib bosayotganda xuddi xo'roz oyog'ini ko'tarib tashlaganda oyog'ini shunday qadamlab bosishi mumkin. Uchinchisi bel umurtqasining churrasining turi, bu juda ko'p uchraydigani, ya'ni umurtqalar orasidagi diskni orqa miya kanaliga o'sib kirib, orqa miya kanalidan chiqayotgan ildizchalarni, kareshkalarni bosib qo'yish natijasida kelib chiqadigan bel umurtqasi churrasi. Bunda qaysi sohada o'sib chiqib bosgan bo'lsa, mana shu chiqayotgan ildizcha oyoqni qayerda nerv bilan ta'minlash kerak bo'lsa, shu sohada o'zgarishlar kuzatiladi. Ko'pincha 1-2 bel umurtqasining grijalari yoshi katta odamlarda kuzatiladi. Endi bunda birinchi o'rinda og'riq turadi. Og'riq beldan qisman toliquvchan og'riq bo'ladi. Simillovchi dumani orqasi bilan oyoqning uchigacha, tovongacha og'riq uzatiladi. Va og'riqning xarakteri tok urganday bo'ladi yoki bir narsa bilan ilib tortganday bo'ladi. Harakatlanganda og'riq yanada kuchayadi. Agar bemor yotadigan bo'lsa, og'riq kamayadi. Sabab vertikal holatdan gorizontal holatga o'tkazadigan bo'lsak, bunda umurtqa pog'onasidan kelayotgan og'irlik bu chiqayotgan kareshkani siqmaydi-da, grijani siqmaydi-da. Unaqa yotadigan bo'lsak, og'irlik nisbatan tananing yonga bo'lgani uchun og'irlik kamayadi. Endi buni tekshirish, tashxis qo'yish va davosi haqida bundan oldingi roliklarda aytib o'tganman. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'lingizlar.